Boring, magazinga chiqib ikkita non olib keling. Xo'p. Qaytimiga nima qilay? Hech nima olmang qaytamaga, qaytarib olib keling, xo'pmi? Xo'p. Aka ikkita olib bering, keyin qaytimiga muhit olib bering, davlen olish ketyapti. Yosh bola davlen nima qiladi? Qanaqasidan? Yurtimnikida. Yo, non panu. Mana ikkita. Qani qaytimi? Chanqab ketarim, muhit olib bordim. O'g'iltoy, Labbe. boring mana 10 mingga ikkita non olib keling-a. Xo'p. O'tgan safar mana shuna holatda qaytamaga narsa olib. To'xtang o'g'iltoy, va keling. Labbe. Olib kel pulni. Mana. Boring, bitta non olib keling yetadi. Boring. Xo'p. Qani non? Borsam non qolmabdi. Issiq 15 minutda keladi ishdi. Ha, o'sha yerda 15 minut kutib turib, rulini olib kelmadingizmi? Kutib turdim o'sha yerda issiq non kelguncha quritib so'rab. Keyin non keldi. Endi nonga pul bersangiz, yugurib borib olib kelaman. Hajiyan, tinchlikmi? To'g'ri uylab qo'ying. Bo'ldi. Jetcha sabr qilgan, o'zim uylab qo'yaman. Sabr qila olmayapman-da. Tez uylanmasam bo'lmaydimi? Kimga uylanasan? Vashli farqi yo'q. Любойga. Ha, oldi 2 yosh bir-birini ko'rsa, ma'qul keladimi? Ha, keyin gaplashaveramiz. Ko'rishim shart emas. Uylana olaman. Ho'kiz, sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Kamol So'ydarimisan sen? Senga farqi yo'q, sen qizga uylanaverasan. Qiz senga uylanadimi? Shu savol bor. Sunnatini bunday ko'rsat qizga. Mana, ko'rsam. Mana anaqa qara. Qiz menga kulib qaradi, aniq yoqdi. Ha, yoshlar bir-biriga kulib qaragan bo'lsa, demak ma'qul. O'g'lim Rossiyada pul jo'natsa, to'yni boshlayveramiz, xudo. O'g'lingizga ayting, tezda degan ilovadan kech-petga plastikingizni pul tashlab olsin. Ertaga to'y. Vaqtim yo'q. Sharmanda. Ha, bu jiyan tug'ilib turganda raddumda doyajicha shoshilib turgan ekanding. O'shanga. Amaga qornimni to'yg'izdiring, ehson qiling. Hey valla, hammancha. 6 ta balam bor. Sen qorning to'yg'izaymi yo bular qorning to'yg'izaymi? Amaga bularni hammasi yosh bola ekan-ku, ovqat yesa ham munchadan yeydi. Xotin! Bunisiga nima deysan? Bo'ldi, men sizni to'g'ri tushundim. Mana shuni olib qo'ying, ro'zg'orga ishlatasiz. Qani bu ro'zg'orga? Ha, brat, nima qilib turibsiz? Ertalabdan kech taksi qilyapman. Bonusi ham yo'q. Ha, uyga 1-2 so'm ham orttirib bo'lmayapti. Aka, men sizga hozir shunaqangi zo'r taksi firmaga olib boraman. Akam o'zi sizga yo'l yo'riqlarni ko'rsatadi, o'sha yerda bo'yib ketadi. Yuring. Yurib. Ha. Bu Startgo taksi kompaniyasi. Bizning komissiya 1%. Undan tashqari sassa mashinangizni bir haftada bir marta So'xoy tumaniga qilib beramiz, bonus. Keyin bizga uylansangiz 20 ming so'm bonus beramiz. O'zingizga o'xshagan bitta so'l tamatni olib kelsangiz 30 ming so'm bonus beramiz. O'shaning uchun bizda ishlab qoling. Aka, arenterni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun atrofga yaxshilab qarab oling. Ro'paramizda Media Park, mana yerda dukonimiz to'sib turgan turba turibdi. Yana nima kerak aka? Xotin kerak-a? Senga endi xotin ham topib beramanmi? Xo'jasi. Bori. Hey.